Ibrohim ibn Adham yo'ldan ketayotganida yo'l chetida turgan bir g'amga botib turgan insonni ko'rib qoldi. Tushkunlikka tushib turgan haligi insonning oldiga borib, Ibrohim ibn Adham dediki: "Ey birodar, senga bir nechta savolim bor edi, bersam maylimi?" deb. Haligi odam rozi bo'ldi. Ibrohim ibn Adham undan so'radiki: "Aytchi ey birodar, Alloh taolo senga yozib qo'yilgan taqdirdan o'zga narsa sodir bo'lishi mumkinmi? Ya'ni Alloh yozgan taqdiringdagi voqealardan boshqa narsa sodir bo'lishi mumkinmi hayotingda?" deb. Haligi odam yo'q deb javob berdi. Shunda Ibrohim ibn Adham aytdiki: "Alloh taolo senga o'lchab bergan rizqingdan kamayib qolishi mumkinmi? Ya'ni bu rizqingni kimdir o'g'irlab qo'yishi yoki senga belgilangan o'sha rizqni olmasdan dunyodan o'tib ketishi mumkinmi?" deb. Haligi odam yana yo'q deb javob berdi. Shunda Ibrohim ibn Adham aytdiki: "Senga o'lchab berilgan umrdan bir soniya ko'p yoki kam yashab qolishing mumkinmi? Ya'ni umringning o'lchovi o'zgarib qolishi mumkinmi?" deb. Haligi yo'l chetidagi odam yana yo'q deb javob berdi. Shunda Ibrohim ibn Adham aytdiki: "Unda nima uchun g'am chekib turibsan? Ya'ni g'am chekishingga nima asosi borki, sen bu yerda g'am chekib o'tiribsan?" deb. To'g'ri, biz insonlar ruhiyat jihatdan tushkunlikka tushishga moyilmiz. Ba'zida sinov keladi, ba'zida qiyinchiliklar bo'ladi. Tushkunlikka tushamiz. Ammo ana shu holatda Ibrohim ibn Adham haligi yo'lovchiga bergan savollarni o'zimizga berib o'ylab ko'rsak, chindan ham aslida g'am chekishga arzimaydigan, arzimas ishlarga g'am chekib o'tirgan bo'lamiz. Imom Termiziydan bir rivoyat keladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki: "Agar bu dunyoning qiymati Allohning nazdida pashshaning qanotichalik bo'lganida edi, unda biror kofirga hatto bir qultum suv ham berilmasdi" deb. Ya'ni bu dunyoning qiymati shunchalar pastki, hatto pashshaning qanotichalik qiymati yo'q degan mazmunda aytilgan ushbu hadis. Chindan ham bizni taqdirimizda yozilgan har bir narsa sodir bo'lishi tayin bo'lsa, ya'ni u g'amgin kun bo'ladimi yoki quvonchli kun bo'ladimi, biz nega uni g'am chekib kutib olishimiz kerak? Ya'ni g'am chekmasak ham u narsa sodir bo'ladi-ku. Shuningdek, rizqimiz uchun nega g'am chekishimiz kerak? Bizga belgilab berilgan rizqning qiymati bor. Ya'ni biz xohlasak, xohlamasak o'sha rizqdan ortiqchasini ham, kamini ham olmaymiz. Demak, ba'zida tushkunlikka tushganimizda Ibrohim ibn Adham bilan bog'liq ushbu rivoyatni eslab xulosa qilsak, o'zimiz uchun manfaatli bo'ladi. Yo'lda yurib kelgan xayollar, fikrlar shular edi. Salomat bo'lasiz.